Shunday uka ro'zaman-da. Hop. Atadan vaqtim bo'ldimi? Doniyor aka, bu yerda go'shtli patr bor ekan. Hop. Iftorlikda olib bermaysizlarmi? Epirama uka, qani kirib ko'rik. Jummada nechta bir siz berdi? Jo'ravi yetikchilikdan non qolmadi. Ana shunga hozir go'shtli patr pishirmay qaradim. Buni eshitmayapmiz bu. Sallikada, iftorlikda ana shunda tayyorlab berib turibman. Kerak bo'lsa dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Ana shunda telefon nomerlarini qoldiramiz, kerak bo'lsa uyingizga oldiramiz. Kelaverasizlar. Go'shtli patr kerak insonlarga yeb berib qo'ying shuni, yaxshimi? Bir yeb ko'rik onda, qanday ekan Yeb bu? ko'rsanglar, mana tayyorlari bor, yeb ko'ringlar, ajoyib. Bir ko'rish kerak ekan onda. Darrov ko'ringlar. Jummata, och buni yesak qani? Ajoyib bo'lib turibdi. Buyoqqa bolam, sana mazalisini yediraman. Kirishkarga hozir bilan operaman. Gijildab turibman. Gijildab turgandan yaqin. Ana patr keldi. Ana. Ey Jo'ra, buni hech kimga aytma. Dehqon bozorning mang'ayida Zag'itchanda bor bunday go'shtli patr. Og'ani ajoyib. Men jitirlab turganini qarasang buni. Ey bolam, buni bir yeb ko'r, tolab turib tiqaveraverasan buni, tushundingmi? Ajoyib kesmagam kerakmidi buni. Qani, mana deb, ha? Hava. Poh. Ajoyib ekan. Ajoyib ekan bu. Hov, kerak bo'lsa zakaz beraverasan. Shu gullan territoriyasini bor-ku, oparib beradi. Mana ekrandagi raqamlarga telefon qilsanglar, xudo xolasa shunga bog'lansanglar, zakazingiz bitadi.